Assalomu alaykum, Tayfun.uz kanalining kuzatuvchilari. Juda ham ko'pchilik savol bergan, mana shu drabelkalarning farqi nimadadir? Mana shu video orqali sizlarga hozir drabelkamiz farqini tushuntirib o'tamiz. Ungacha videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar. Birinchi navbatda o'sha eng arzon drabelkamiz 3 kilovatli alyumin motor bilan jihozlangan drabelkamizdan boshlaymiz. Akalar ko'rib turibsizlar, mana hammasi ko'ribsiz bir xil bo'ladi. Asosiy farq qiladigan joyi ichki sxemasida, ya'ni motori bilan ichidagi maxavigida bo'ladi. Pichoqlari ham 20 tadan segment pichoqli bo'ladi. Ichini ochib ko'rsatamiz. Ochilishi ham qiyin emas, ko'choqda bo'ladi. Ichlarini qaraydigan bo'lsak, ko'pchilik so'rayapti, listdan qilasizlar. Mana akalar, yaqinroqdan ko'rsatsangiz 0.8 li neft turbada qilamiz, qalinligi. Hammasi shunaqa turbadan bo'ladi. Bu ancha uzoq yil xizmat qilib beradi mana shu narsa. Pichoqlari ham 20 tadan bo'ladi. Endi bu yoqdan ko'rsatsangiz 6 li listdan foydalanamiz. Ya'ni motorga nagruska bo'lmasligi uchun 4-4,5 kilo, 5 kilo atrofida chiqadigan shunaqa listdan foydalanamiz. Chunki nimaga? Motorimiz kichkina, 17-18 kilo chiqadi. Alyumin motor bilan jihozlangan bo'ladi. 3,5 kilovat yozgan birkasiga, lekin o'zi 3 kilovatda ishlaydi. Оборотлari ham 3000 obrotda ishlaydi. Birinchi farqi maxavigi bilan motorida bo'ldi. Qolgan nima desam bo'ladi? Korpuslarida, bu yoqlarda endi farqi yo'q. Buni yopamiz. Endi ikkinchi drabelkamizni ma'lumot beradigan bo'lsak, bu drabelkamiz 6,5 kilovat, 3,5 obrotda ishlaydigan alyumin motorli drabelkamiz. Buni ham birkasiga shunaqa 6,5 kilovat yozgan, aslida 4 kilovatda ishlaydi. Endi buni ham bu yog'ini ko'rsatadigan bo'lsak, bu ham shunaqa neft turbada bo'ladi 0.8 li. Endi bu korpusda farqi yo'q. Asosiy farqi mana maxavigini ko'rsatsangiz, qalinligini 9,5-10 kilo chiqadigan quyma sho'yandan qilingan maxavig bo'ladi. Buni ham pichog'i 20 tadan bo'ladi. Endi motorni ko'rsatadigan bo'lsangiz, bu yoqdan ko'rsating motorni. 6,5 kilovat, 3,5 obrot yozgan, aslida o'zi 4-4,5 kilovatda 3000 obrotda ishlaydi. Yana bitta ma'lumot o'rnida aytamiz. Hammasini ko'rsatib o'taylik. Endi bu drabelkamiz bo'lsa, ahamiyat qilgan bo'lsanglar, bunkeri sal kattaroq bo'ladi. Yaqindan ko'rsatsangiz mana. Bularda 25 sm bo'lsa, bu hasha tushadigan joyi. Bu joyi 28-30 sm chiqadi. Ya'ni vohali akalarimiz bilishadi, yantoq chiqarishadi. Yantoq bemalol qasasanglar qiynalmasdan tushib ketaveradi. Bunkeri ham sal kattaroq bo'ladi. Endi buni ichini ochib ko'rsatadigan bo'lsak, bu 6,5 kilovatli 3,5 obrotda ishlaydigan mis motor bilan jihozlangan drabelkamiz. Pichoqlari ham ahamiyat qiladigan bo'lsangiz, mana bu yoqda ko'rsating. Ikkitadan qo'yilgan. Ya'ni 24 ta segment pichoq bilan jihozlangan bo'ladi. Ya'ni двойной. Maxavigi ham o'sha 10 kilolik, 9,5 kilolik chiqadigan quyma maxavig bo'ladi. Turbalari ham o'sha qalin turbadan bo'ladi. Mana bu yoqlari ham bir xil hammasi. Xo'p, endi buni bunkeri sal kattaroq. Motori bo'lsa, buni ham 6,5 kilovat, 3,5 obrot yozgan. Lekin aslida 4-4,5 kilovatdan chiqaradi. Xo'p, ularni endi narxiga keladigan bo'lsak, narxlari 3 kilovatda ishlaydigan alyumin motor drabelkamiz narxi 2,4 ming so'm. Xo'p, buni narxi bo'lsa 2,9 ming so'm. Bu misli motorimiz narxi bo'lsa 3,4 ming so'm bo'ladi. Dastavkalarini O'zbekiston bo'yicha bepul yetkazib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarni bepul yetkazib beramiz. Xohlasanglar shunaqa 3 kilovatli, 6,5 kilovatli yoki misli motorda yetkazib beraveramiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, esdan chiqmang. Sog' bo'ling.